Kimnidir anu mahsulotlarga tiyib ketishi mumkin. Shunaqa chala ustalar bor. Mana ikkita Atlantik qilmadi. 20 millibar ham yo'q. 20 millibar ham yo'q. Endi kotellarimiz absolutно yengil. Kaskadniy sistema, nakopительный qilingan, kerakli объемda, zo'r. Gaz средний ulangan ekan. Gaz ham o'tda zo'r deyishmoqda. Endi kelib o'lchadik mana. Oldingi videomda negativlar ko'paygan edi. Noto'g'ri manometr qo'ygansan deb mana ko'rsatish uchun millibar ko'ryapsizlar manometr. 20 millibar chiqmayapti, 19 millibar bor. Endi qaranglar, akalar. Ikkita kotelda ham mana E01 ошибка beryapti. E01 ошибка, ya'ni sistema zajigani. Bu yerda kimnidir mahsulotlarga tiyib ketishi mumkin. Shunaqa chala ustalar bor. Nima xuddi ko'rsat, terestralik urilgan ikkita. Mumkin emas, absolutno mumkin emas, akalar, mumkin emas. Bitta kotel faraz qilinglar damayapti, bittasi ishlayapti. Buni o'chirib qo'ygansizlar, bu ishlayapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana sistemani ko'rsat. Sistema katta, hali dakasi qilinmagan, faqat birinchi etajni ishlatib qo'yamiz deyishganda, bitta kotel yetadi degan, bitta kotelni yoqib qo'ygan. Uje mana nima bo'pti? Kotel o'chyapti. Sabab nima? Bu o'zidan ishlab chiqarayotgan parra bu kotelning ichiga urib yuryapti. Akalar, umid qilinglar, par chiqadi bundan. Bu kondensatsionniy atmosferniy kotel emas. Bundan par chiqadi. Par. Kondensat faqat trubada emas, par qatga borsa, o'sha yerda ham hosil bo'ladi. Hozir mana bu kotelning ichida polniy ventilyatorlarigacha, gazli klapanlarning ichigacha par uje anaqa bo'lib kondensat hosil qilib, ichini suvga to'ldirib bo'lgan. Hozir birgalikda ochamiz, ichini ko'rsataman. Absolutno noto'g'ri bu ish. Bolalar, qilmanglar. Birovga zararingiz tegmasin.